Yashamoq. Yo'l, havo. Ikkinchi qism. Qimorxonadagi hech kim uning yutqizganini ko'rgan emas. Kartalarni qarashtirar ekan, qo'llaridagi ko'k tomirlar yorilib ketadigan darajada bo'rtib chiqardi. Dashta uzayib, qisqarar ekan, shamol esayotgandek ovoz chiqardi. Kartalar uning barmoqlari orasida yo'qolib qolar, keyin yana paydo bo'lardi. Tomosha qilishning o'ziyoq ko'zlarimni tindirib yuborardi. Janob Shen bir safar menga qimor faqatgina bir juft ko'z va chaqqon qo'llardan iboratdir. Ko'zlaring baliqning ko'zidek katta-katta va qo'llaring ilon baliqnikidek silliq bo'lishi shart, dedi. Yaponiya bosqinidan so'ng Longer paydo bo'ldi. Shevasi antiqa edi. Unga quloq solishning o'zi qanchalar murakkab odam ekanligini anglash uchun yetarli bo'lardi. Ko'p yerlarda bo'lgan, dunyo kezgandi. Jubba kiymas, asl ipakdan tikilgan liboslarni afzal bilardi. U bilan birga kelgan ikki kishi yonlarida ikkita somon quti olib yurishardi. O'sha yili Janob Shen va Longer o'rtasidagi o'yinlar ajoyib bo'ldi. Qimorxona Janob Shen, Longer va ularning ishqibozlari bilan to'lib toshardi. Longerning ortida qo'lidagi patnisdek quruq sochiq tutgan ofitsiant bo'lardi. Longer orada bir sochiqni olib, qo'llarini artardi. Nega nam emas, balki quruq sochiq ishlatgani bilan qiziqardi. Qo'llarini go'yoki ovqat yeb bo'lgandan keyin artgandek artardi. Boshida u ko'p yutqazardi. O'zi bezovtalanmasa-da, yonidagi ikki gumashtasiga bu yoqmasdi. Ulardan biri ichida so'kar, ikkinchisi esa uzun uf tortardi. Janob Shen doimo g'olib bo'lardi. Biroq yuzidan buni anglash imkonsiz edi. U hamisha go'y yutqazgandek qoshlarini chimirib olardi. Boshini oldinga egib, ko'zlari kosasidan chiqib ketgudek bo'lib Longerning qo'llarini kuzatardi. Janob Shen qarayotgandi. Tun bo'yi qimor o'ynagandan so'ng qiynalib nafas olar, terlab ketardi. Peshonasidan reza ter to'kilardi. Bu qo'l hamma narsani hal qiladi, dedi Janob Shen. Longer patnisdan sochig'ini olib, qo'llarini artar ekan, qani boshlang, deb qo'ydi. Bor pul tikildi. Ozroq joyini aytmaganda, stol yuzasining butun sathi pul bilan qoplangandi. Har birida 5 tadan karta bor. Longer 4 tasini ochdi. O'sha payt bor umidini yo'qotgan ikki shotiri kartalarni bir chetga surib, tamom bo'ldik, boy berdik, deyishdi. Yo'q, yutqazmadik, yutdik, dedi Longer va oxirgi kartani ochdi. Tuz qarg'ab. Buni ko'rgan gumashtalari kula boshladi. Aslida Janob Shenning ham oxirgi kartasi tuz qarg'a edi. 3 ta tuz va 2 ta karoli ham bor edi. Longerning 3 ta malikasi va 2 ta shahzodasi bor edi. Longer tuz qarg'asini ochganda Janob Shen biroz hayajonlangandek bo'ldi. Ammo keyinchalik hamma kartasini stol ustiga tashladi va "Yengildim", dedi. Aslida har ikkalasi ham tuz qarg'ani cho'ntaklaridan chiqargan edilar. Bir dastada bitta tuz qarg'a bo'ladi. Longer birinchi bo'lib kartalarni ochgani uchun Janob Shenning mag'lubiyatini tan olishdan boshqa chorasi qolmadi. Bu uning ilk mag'lubiyati edi. U stolga tayanib o'rnidan turdi va ketishdan oldin qo'llarini bir-biriga qovushtirib, Longer va uning yonidagi odamlarga hurmat bajo keltirdi. Eshikka yaqinlashgach, ortiga o'girilib, "Endi qaribman", deb qo'ydi. O'sha kundan beri Janob Shenni hech kim ko'rmadi. Ba'zilar uni ertasi kuni tongda aravaga minib ketayotganda uchratganmish. Janob Shen ketgach, Longer shaharchadagi eng usta qimorbozi bo'lib qoldi. Longer Janob Shendan farq qilardi. Janob Shen umuman boy bermas edi. Longer esa
o'rtaga tikilgan dov kichik bo'lsa boy berib turardi. Biroq qo'yilgan mablag' yuksalgan sayin aslo yutqazmasdi. Men ham qimorxonada longer bilan qimor o'ynab turardim. Ba'zan yutqazardim, ba'zida esa omadim chopardi. Shu bois hech qachon o'zimni boy berayotgandek his etmasdim. Aslida yutganlarimning cho'g'i ancha kam, ammo boy berayotganlarim ziyoda edi. Zulmat ishga yo'limni yo'qotib qo'ydim. Fikru xayolim ota-bobolarimizga loyiq avlod bo'lish edi. Jashim meni axtarib kelgan kun so'nggi bor qimor o'ynagan kunim bo'ldi. Keyinchalik Jashimning aytib berishiga qaraganda kun battar payti ekan o'shanda. To'g'risi, kunning qay pallasi ekanligidan mening umuman xabarim yo'q edi. O'g'limiz Yuchinga 7-8 oylik homilador bo'lgan xotinim qimorxonaga qidirib kelgandi. Meni ko'rgach, sassiz sadosiz yerga tiz cho'kdi. Avvaliga uni ko'rmadim ham. O'sha kuni oshig'im olchi edi. Soqqa toshni tashlayotgan edik. 10 ta qo'l o'ynayotganimizdan beri 8 yoki 9-bor tashlayotgandim. Men istagan tosh tushayotgandi. Ro'paramda longer o'tirardi. Soqqa toshni ko'rib qiqirlab kuldi va "Do'stim, menimcha yana men yutqazdim shekilli", dedi. Longer chapdasidalik bilan karta chiqardi. Janob Shenni yenganidan beri men dohil hech kim u bilan karta o'ynashga jur'at qila olmagandim. U bilan faqat soqqa tosh o'ynardim. Ammo Longer bu o'yinda ham ustasi farang edi. Ko'pincha yutar, juda kamdan kam hollardagina yutqazardi. Lekin o'sha kuni men g'oliblik dashidasini surmoqda edim. U esa ketma-ket boy berayotgandi. Qisiq ko'zlari va labiga qondirgan sigareti bilan o'zini hammasi joyidadek tutishga urinardi. Yengilgan sayin mo'ylovining ostidan jilmayib qo'yar. Biroq nozik qo'llari bilan pulni men tomonga surar ekan, o'zini bu holatga umuman e'tibor qilmagandek tutardi. Hech bo'lmasa, bir martagina iching achsin boy bergan pullaringga, deb o'ylardim men. Hamma odamlar bir xil. Birovning cho'ntagidan pul olganda yuzlari yorishib ketadi. Kulishadi, ammo yutqazish navbati o'zlariga kelganda go'yo o'z aza tutayotgandek ko'z yosh to'kishardi. O'yinga boshim bilan sho'ng'ib ketgandim. Bir payt kimdir ko'ylagimdan tortqiladi. Seskanib ketdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, rafiqam Jashin. Uning tiz cho'kkan holda o'tirganini ko'rib, aqlim boshimdan uchdi. Hali o'g'lim tug'ilmagan, u esa yerga cho'kkalab olgan edi. Bu qabul qilib bo'lmas holat edi. Jashinga qarata, "Darhol o'rningdan tur, la'nati", deb baqirdim. Jashin gapimni eshitib o'rnidan turdi. "Bu yerda nima qilib yuribsan? Darrov uyga qayt", dedim unga tanbeh bergan bo'lib. Aytishim lozim deb topgan gaplarni aytganimdan so'ng unga e'tibor bermadim. Longerning go'yoki Buddaga duo qilayotgandek soqqa toshlarni boshining ustiga qadar ko'tarib tashlashini tomosha qildim. Ularni tashlagach, yuzining rangi birdan o'zgarib ketdi. "Begona ayollarning avratiga uzangan qo'llar omadsizlik olib kelsa kerak", dedi u. Yana men yutindim. Yutgandim. Longerga qarab, "Bor qo'llaringni yuvib kel unda", dedim. Longer kuldi va "Sulaklaringni tozalaganingdan keyin gaplashamiz hali", deb javob berdi. Jashin shimimning pochasidan tortdi. Yana tiz cho'kdi. "Iltimos, yuring men bilan uyga ketaylik", deya yolvordi. Ayol kishi bilan uyga qaytamanmi, a? Jashin meni ahmoq deb o'yladim. O'zi ham tushuna olmadim. Jahlim chiqib ketdi. Longer va atrofdagi tumonat odamlarga qaradim. Hammasi mening ustimdan kulayotgandi. "Yo'qol uyga", deb baqirdim Jashinga. Biroq uning ketish niyati yo'q edi.
Yolvoraman, yuring, uyga ketaylik. Yuziga ketma-ket tarsaki tushirdim. Boshi o'yinchoq misoli yon va ortga tebranib ketdi. Men bilan uyga ketmaguningizcha shu yerda mana shunday o'tiraveraman, dedim. Va hamon yerda tiz cho'kib o'tirardi. Hozir o'ylasam, ichim yonib ketadi. Yoshligimda o'ta tuban kimsa edim. U shunday ajoyib ayol ediki, ammo men uni so'kib do'pposlardim. Nima qilsam ham o'rnidan turmadi Jiyashin. Kaltaklayverib charchadim. Uning sochlari to'zib ketgan, ko'z yoshlari daryo bo'lib oqardi. Biroz avval yutib olgan pulimdan olib bizni kuzatib turgan 2 kishining qo'liga tutqazdim va Jiyashinni ko'chaga chiqarib tashlashlarini so'radim. Ular xotinimni olib chiqishar ekan, janoblar, qancha uzoq bo'lsa shuncha yaxshi, deb qo'shib qo'ydim. Ular rafiqamni tashqariga kutayotganda Jiyashin qo'llari bilan qornidagi o'g'limizni tutib olgan edi. Baqirmadi, e'tiroz ham bildirmadi. Uni katta ko'chaga olib chiqib qo'yishdi. Yiqilib ketmaslik uchun devorga suyanib olgan Jiyashin oyoqlarida zo'rg'a turardi. Kech kirgan, atrof qorong'i edi. Asta-sekin uyga qarab keta boshladi. Oradan ancha yillar o'tgach, shu voqeani eslab mendan nafratlanasammi deb so'raganimda, yo'q deb javob qaytargandi. Ko'zlarida shashqator yosh bilan rafiqam otasining guruch omborxonasi yoniga yetib bordim. Moy chiroq nurida devorda akslanayotgan sharpasiga uzun-uzun tikilib qoldim. Otasi hisob-kitob bilan band ekanini bilardi. Bir muddat shunday turgach, ko'z yoshlariga ko'milib, u yerdan ham ketdi. O'sha kuni Jiyashin uyga yetib olish uchun 5 kilometrdan ko'proq yo'l yurgandi. Qornidagi o'g'limiz Yuchin 7 oylik bo'lib qolgan. O'sha tosh ko'chalardan yurib, ketidan daydid ko'paklar g'ovlab qolishiga qaramay, shuncha yo'lni yolg'iz o'zi bosib o'tgandi. Bu hodisadan bir necha yil avval Jiyashin o'quvchi edi. O'sha vaqtlar eski maktablar bo'lardi. U egnida qordek oppoq ko'ylagi va qo'lida moychiroq, bir nechta dugonalari bilan maktabga ketayotgandi. Muyulishdan burilsam, nazokat bilan ketib boryapti. Boshnasidan chiqqan ovoz go'yo yomg'ir tomchilarining derazaga urilishiga o'xshardi. O'sha mahallar Jiyashin nihoyatda go'zal edi. Undan ko'zlarimni uza olmadim. Sochlarini quloqlarining ortiga yig'ib olgan, ko'ylagi ham o'ziga juda yarashib turgandi. Bu qiz mening xotinim bo'lishi kerak, deb o'ylab qoldim beixtiyor. Jiyashin va dugonalar oldimdan kulib o'tib ketganlaridan so'ng piyodalar yo'lagida o'tirgan poyabzal ta'mirlovchi ustadan "Bu kimning qizi?" deb so'radim. "Guruch savdogari Shenjinning tilla qizi", deb javob berdi u. Uyga kirib ulgurmasimdan onamga qarata, "Zudlik bilan sochi jo'nating. Guruch savdogari janob Chenning qiziga uylanmoqchiman", dedim. Jiyashinni ko'chaga haydab solganim o'sha kecha omad meni tark etdi. Yutgan pullarimning barini bir qo'l o'yinda boy berdim. Jamiki pullarim changdek uchib ketdi. Longer esa tinmay kulardi. Kulaverganidan hatto yuzining shakli ham o'zgarib ketdi. Tong otguncha yutqazdim. Boshim aylanib, ko'zlarim xira tortib qolguncha o'ynashda davom etdim. Juda sassiq hid chiqarib kekirib qo'ydim. Oxiri o'rtaga tikilgan dog'ni eng baland miqdorga ko'tardim. Shu paytgacha hayotim davomida bunday katta tavakkalga hech qachon qo'l urmagan edim. Qancha yaxshi kunlarning orzusi mana shu qo'ldan keyin hal bo'ladi deb o'ylab, kaftimga tupurib ishqalab qo'ydim. Endi soqqa toshni tashlamoqchi edim, Longer meni to'xtatdi. Xizmatkorlarim biriga qo'li bilan ishora qildi va "Janob Xuvga issiq sochiq olib keling", dedi. Bizni tomosha qilayotganlar birin-ketin uxlaganini ketishgan. Qimor stolining atrofida faqat Longerning 2 odamigina qolgandi xolos. Keyin bilishimcha, xizmatkor ham aslida Longerga ishlar ekan.
U menga sochiqni uzatdi. Yuzimni artar ekanman, Longer toshlarni menga bildirmasdan almashtirib qo'yibdi. Buni umuman sezmadim. Yuzimni artib bo'lib sochiqni patnisga otdim. Keyin toshlarni olib yaxshilab aralashtirdim. Tashlab bo'lgach, chakka emas, yaxshi raqamlar dedim. Longerga hamma pulni 7 raqamga tikdi. Avvaliga qo'llarini birlashtirib ularni qattiq siqdi va 7 deb baqirdi. So'qqa toshlarning birida bir teshikcha va o'sha teshikchaning ichida simob bor ekan. Longer qo'llarini siqib toshlarni birlashtirganida teshikchali toshdagi simob pastga cho'kkan. U toshlarni tashladi va ular bir necha marta aylanib aynan 7 da to'xtadi. 7 raqamini ko'rdim-u, boshimdan o'q yegandek bo'ldim. Bu safar uyim kuygandi. Biroq muammo emas. Qarzga o'ynashda davom etaman va yutqazganlarimni qaytarib olaman deb o'ylardim o'zimcha. Biroz o'zimga kelgach Longerga mening hisobimga yozing dedim. Longer qo'li bilan o'tirishga ishora qildi va endi hisobga yozib qo'ya olmasligini aytdi. Oiladagi 65 gektarlik yerini boy berding. Endi qarzga yozib qo'yadigan bo'lsam, nima bilan to'laysan? Bu gaplarni eshitib esnashim ham chala qoldi. Bunday bo'lishi mumkin emas, deb e'tiroz bildirdim. Aslo. Longer va yana 2 kishi daftarini ko'rsatishdi va olgan qarzlarimni birma-bir ko'rsatishdi. Longer boshimni silab, "Kichik janob, iltimos, yaxshilab tekshiring", dedi. Bularning barini siz imzolagansiz. O'sha payt men 6 oy burun qarzga bota boshlaganimni va shu vaqt oralig'ida ota-bobolarimdan qolgan mulkning barini qimorda boy berganimni anglab yetdim. Qarz daftarimning yarmini ko'rib chiqqach, "Keragi yo'q", dedim. O'rnimdan turib, kasal tovuq misoli gandiraklab qimorxonadan chiqdim. Kun yorishganida ko'chaning o'rtasida qayerga borishimni bilmay o'tirib qoldim. Soya pishlog'i uchun mo'ljallangan savatni ko'tarib borayotgan bir tanishim xursand ohangda "Xayrli tong, janob Xo", deb salom berdi. Qo'rqqanimda yuragim shuv etib ketdi va unga o'girilib qaradim. Kulayotganda ko'zlari boshqacha ko'rindi. "Ahvolingizga bir qarang, tamom bo'libsiz-ku", deb qo'shimcha qildi. U meni ayollar yeb bitirgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Kasalga uchraganimdan, oddiy mardikordan farqim qolmaganidan xabari yo'q edi. Ketidan qarab qoldim. So'ng kulib qo'ydim. Bu yerda qolish to'g'ri bo'lar deb o'ylab yurib ketdim. Qaynotamning guruch ombori tomon borayotgandim. 2 usta darvozaning ustki qismini ta'mirlayotgan edi. Meni ko'rishlari bilan kula boshladilar. Balki ular meni yana qaynotam bilan salomlashish uchun keladi deb o'ylagan bo'lsalar kerak. O'sha kuch va jasoratdan menda asar ham qolmagandi. Boshimni ham qilgancha uyning oldidan to'g'ri o'tib ketdim. Ichkaridan qaynotamning qattiq yo'talgani va yaxshigina balg'am tuflagani eshitildi. Shu asno qishloqning kirishiga telbillardek yurib bordim. Ota-bobomdan qolgan jamiki boylikni qo'ldan chiqarganimni ham bir muddat unutib qo'ydim. Kalla bo'sh. Hatto fikr yurita olmaydigan darajada karaxt edim. Shaharchada chiqib oldimda uzundan uzoq so'qmoq yo'l chiqqanini ko'rganimda yana bir bor qo'rqib ketdim. Endi nima qilaman deb o'yladim. So'qmoq uzra bir necha qadam tashladim, biroq oyoqlarim o'zimga bo'ysunmas holga kelib qolgandi. Atrofga alangladim. Hech kim ko'rinmadi. Kamarimni olib o'zimni o'sha joyga oskim keldi. Turfa xil o'ylar iskanjasida yurishga harakat qilib qoldim. Biroz ilgarilagach, qarasam, qo'lim hatto kamarim tomon uzanmagan ham ekan. Aslida o'lishni istamas, faqat o'zimni jazolash
yo'llarini axtarayotgandim. La'nati qarz men bilan o'lib ketmasligini o'ylab o'z-o'zimga, "Qo'y, o'lishga arzimaydi bu", dedim. Qarz otam tomonidan to'lanishi. Dadam esimga tushdi-yu, yuragim orqadan tortib ketdi. Bu safar meni kaltaklab o'ldirishi aniq. Gandiraklab borar, bir tomondan esa yechim axtarardim. Lekin nima qilsam ham natija bir xil. Boshi berk ko'cha. Uyga qaytib borishdan boshqa choram yo'q edi. Otamning kaltagidan o'lib ketishday ko'pakday o'zimni daraxtga osib o'ldirishdan afzalroq bo'lib tuyuldi. O'zim bilmagan holda shu qisqagina yurish davomida shunchalar ozib-to'zib ketibmanki, yuz-ko'zim o'zgarib, turqim tanib bo'lmas ko'rinish olgandi. Onam meni ko'rgach, qo'rqib ketganidan qichqirib yubordi. "Fuguyi, senmisan?" deb so'radi menga tikilib. Ba'zor kulib qo'ydim va bosh irg'adim. Onam bechora atrofimda girdi-kapalak bo'lib o'zicha bir nimalar der, lekin men hech vaqoni anglamasdim. Eshikni itarib ochib, xonamga kirdim. Yashin xonaning o'rtasida o'tirib olib, orqasini eshikka o'girgancha sochini tarayotgan edi. Meni ko'rib, og'zi ochilib qoldi. Bir kun avval uyga olib kelish uchun kelganida uni qanchalar kaltaklaganimni esladim. Uning qarshisida chigib, "Yashin, men tog'im bo'ldim", dedim va o'sha zahoti telbaday ho'ngrab yig'lab yubordim. Yashin darrov menga yordam berishga tutindi. Biroq homilador holida meni qanday qilib ham ko'tarsin. Borib onamni chaqirib keldi. Ikkovlashib meni yotog'imga olib o'tishdi. O'rnimga yotgach, og'zimdan so'laklarim oqib tusha boshladi. Tirik murdaga aylanib qolgandim. Ular o'lgudek qo'rqib, boshimni ko'targancha hushimga keltirishga urinishardi. Ikkisini ham itarib yuborib, "Hamma narsamizni poy berib qo'ydim", deb baqirdim. Onam qotib qoldi. Bejo ko'zlari bilan menga qarab, "Sen nimalar deb valdirayapsan", dedi. "Hamma narsani yutqazdim. Turqi kepatam hamma narsadan darak berib turardi." Onam ko'z yoshlarini artar ekan, yerga o'tirib qoldi va "Olma tagiga olma tushadi", dedi. Onayizorim o'shanda ham meni yaxshi ko'rishdan voz kechmadi. Meni emas, balki otamni ayblamoqda edi. Yashin ham yig'layotgandi. Yelkamni siypalab menga tasalli berishga urindi. "Agar boshqa o'ynamaydigan bo'lsangiz, hammasi o'z iziga tushib ketadi", dedi u. Hech vaqam qolmagandi. Qimor o'ynashni istagan taqdirimda ham hatto bir qo'lga yetadigan mablag'im ham yo'q edi. Yon xonadan otamning meni so'kayotgani eshitila boshladi. Bir tiyinsiz qolganidan xabari yo'q edi. Ayollarning tovushidan behuzur bo'lgandi. Onam otamning ovozini eshitishi bilan jim bo'lib qoldi. O'rnidan turib tashqariga chiqdi. Uning izidan Yashin ham chiqib ketdi. Ular otamning xonasiga ketishganini bilardim. Bir ozdan so'ng otamning "Nomussiz, orsiz" deb baqirayotganini eshitdim. Shu payt qizim Finxiya eshikni ochdi va ichkariga kirib keldi. Eshikni yopib olgach, ayanchli bir ohangda, "Dada, tez bo'ling. Bobom sizni kaltaklagani kelyapti. Yashirining", dedi. Men esa unga tik qotgancha qarab turardim. Keyin yonimga kelib meni siltalay boshladi. Joyimdan qo'zg'ata olmagach, yig'lab yubordi. Finxiyaning bu holini ko'rib, qalbimga xanjar sanchilgandek bo'ldi. Jajji qizaloq ekanligiga qaramasdan, otasini himoya qilishga urinayotgan edim. Uni shu ahvolda ko'rgandan ko'ra parcha-parcha bo'lib titilib, yo'q bo'lib ketsam bo'lmasmidi? Otam ochig'i chiqqan holda yaqinlashayotganini sezdim. U tinmay baqirardi. "Orsiz, seni yo'q qilaman, itlarga yem qilaman, iflos.
O'zimcha, kel ota, meni maydalab tashlasang ham roziman deb turibman. Ammo eshigim oldiga yetib keldi-yu, shilq etib yerga yiqilib tushdi va jon talvasasida tipirchilay boshladi. Onam va jiyashim qichqirishib uni yerdan ko'tarishganda va o'z xonasiga olib ketishganini ko'rdim. Otam xuddi sibizg'a chalayotgandek g'alati ovozda ingrardi. Otam 3 kun o'rnidan turmadi. Birinchi kuni rosa yig'ladi, ammo keyin piqillashdan to'xtadi. So'ng chuqur xo'rsinishlar boshlandi. Xo'rsinib ovozi xonamgacha eshitilib turardi. Alamli ingrab, gunohlarimning badali deb takrorlardi u. 3-kuni otam xonasiga kirishga ruxsat berdi. Yo'talib butun xonani tutib ketar, gapirganida ovoz ba'zir eshitilardi. O'sha kuni onam xonamga kelib, otam meni ko'rmoqchi ekanligini aytdi. Faromush holda o'rnimdan turdim. Oxiri baxayri bo'lsin deb ish qilib 3 kun yotog'ida dam olganidan so'ng otam meni hushimdan kelguday qilib urishga yoki tilka pora qilib tashlashga yetadigan kuch to'plab olgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Qanchalik qattiq kaltaklamasin, aslo qarshilik qilmayman. Otamning xonasiga yaqinlashganimda tanamda zarracha machol qolmaganini sezdim. Oyoqlarim o'zimga bo'ysunmayotgandi. Xonaga kirib, onamning ortida turdim va bir ahvol bo'lib yotgan otamga ko'z ostimdan nazar tashladim. U ko'zlarini asta ochib menga qaradi. Oppoq soqolli onamga bizlarni ahvoli qoldir. Bizlarni ahvoli qoldir degandek titradi. Onam oldimdan o'tib xonani tark etdi. U chiqib ketishi bilan ichim huvillab qolgandek bo'ldi. Avvaliga otam o'rnidan turib menga tashlanib qolsa kerak deb kutdim. Ammo u qilt etmay yotardi. Ko'kragigacha yopilgan ko'rpaning bir uchi osilib tushib, yerga tegib turardi. Fuguy qo'li bilan ishora qildi va o'tir dedi. Yoniga o'tirganimda yuragim qinidan chiqib ketgudek bo'lib dunkillab turardi. Qo'limga tekkanida qo'llarining qanchalar muzdek ekanini his etdim. Qalbim ham muz bilan qoplangandek bo'ldi. Past ovozda "Fuguy" dedi. Qimorning qarzi nomusdir. Bu 100 yillardan beri shunday bo'lib kelgan va to'lanishi kerak. O'sha 65 gektarlik yer va uyimizning qarzini to'lash uchun ularga beraman. Ertaga 100 tangalarga naqd shaklda olib kelishadi. Men ularni ko'tara olmayman. Qarib qoldim. Qarzni to'lash uchun o'zing ularni ko'tarib olib borib berasan. Gapini tugatib, chuqur xo'rsindi. Ko'z yoshim shaqator oqardi. Meni do'pposlashmaganini bilardim. Ammo aytgan gaplari o'limdan og'ir edi. Boshimni o'tmas pichoq bilan kesishgan, biroq tig' haliyam yelkalarim ustida osilib turgandek edi. Otam qo'limdan tutdi va endi xonangga bor dedi. Ertasiga o'rnimdan turganimda uyga 4 kishi kirib keldi. Ularning oldida ipak ko'ylak kiygan bir boy odam bor edi. U ortida turgan fakirona kiyingan hammollariga qaradi va qo'li bilan ishora qilib, "Shu yerga qo'ying" deb buyurdi. Yukni yerga qo'ygan hammollar yuzlaridan oqqan terlarini ko'ylaklariga artib olishdi. Boy odam ko'zlarimga tikildi va mening o'rnimga otamga qarata shunday dedi. "Janob Hu, so'raganingizni olib keldik. Uy va yerning hujjatlarini olib kelar ekan, uzluksiz yo'talayotgan otam oqsoqlanib qadam bosardi. Qo'lidagi varaqlari bilan boy odamga boshini egib hurmat bajo keltirdi va sizni ovora qilganim uchun uzr dedi. 100 tangalar to'ldirilgan 3 savat pulni ko'rsatib, hammasi shu yerda. Istasangiz
sanab olishingiz mumkin, dedi u. Ota fakirona tarzda bunga hojat yo'q. Iltimos, ichkariga kiring. Bir piyola choy bilan mehmon qilaylik, dedi. Yo'q, rahmat, dedi badavlat odam va menga qarab, "Yigitcha uyning kichik xo'jayinimi?" deb savol berdi. Otam boshini irg'ab tasdiqladi. O'zini tuta olmay kuldi va menga, "Savatlarni olib borayotganda ustiga qovoq barglaridan qo'yib ol. Birorta ko'z olaytirmasin tag'in", deb qo'shib qo'ydi. O'sha kuni mis shaka pullarini ko'tarib qarzimni to'lash uchun shaharchaga 5 kilometrdan ko'proq yo'l bosdim. Onam va jiyashim savatlarning ustiga yopish uchun qovoq barglaridan to'plashdi. Yo'lga tushish uchun tayyorlanayotganimda, qarz to'lashga ketayotganimda xabar yo'q Finxiya menga, "Uyga tez qaytib kelasizmi, otajon?" dedi. Ko'zim yoshga to'ldi. Unga qarab ichimdan bir nima uzilgandek bo'ldi. Ko'p kutib o'tirmay, savatchalarni yelkamga ortib shaharga otlandim. Yetib borganimda savatchalarga ko'zi tushgan Longer xursand holda, "Ye, kichik janob marhamat qilsinlar", deb kutib oldim. Savatlarni uning oldiga qo'ydim. Longer qovoq barglarini birma-bir ko'tarib ko'rar ekan, qoshlarini chimirdi va "Bu alposda qiynalib ketmadingizmi?" dedi. "Bularni kumush tangaga almashtirganingizda sizni katta mashaqqatdan qutqargan bo'lardi-ku. Men mis tangalar to'la savatlarni tashir ekanman, u ham menga kichik janob deb xitob qilishdan to'xtadi. Qo'ying shularni, muammo emas", deb boshini qimirlatib qo'ydi. O'zini yanada do'stona tutgan boshqa bir kishi yelkamga qo'lini qo'yib, "Fuguy, keling biror narsa ichaylik", dedi. Buni eshitib qolgan Longer darrov, "Ha, ko'nglim tisaganini ich, mening hisobimdan", deb qo'shib qo'ydi. Boshimni eggan holda uyga qaytsam ham bo'lar deb o'yladim. Bir kunda ust boshim kirlanib ketgan, yelkalarimdan qon uyushib qolgan edim. Uyga qaytar ekanman, yo'lda yig'lab borardim. Mis tangalarni tashish meni shunchalar ezib tashlagandiki, bo'g'inlarim qaqshab og'riyirdi. Ota-bobolarim bu boylikni qo'lga kiritguncha qancha odamlar xor bo'lgani haqida o'ylab yurardim. Otam menga kumushmas aynan mis tangalar bo'lsin deb oyoq tirayotganini tushunib yetdim. Shu haqiqatni anglashimni, pul osonlik bilan qo'lga kiritilmasligini tushunishimni xohlagan ekan. Shularni o'ylab borar ekanman, oyoqlarim birdan shalvirab qoldi. Yo'lning bir chetiga cho'kkalab, o'pkam to'lib yig'lay boshladim. Qarasam, bir paytlar meni yelkasida maktabga olib borib keladigan xizmatkorimiz changin qo'lida tugun ko'tarib kelyapti. Uzoq yillardan beri bizning xizmatimizda edi, ammo endi u ham ishdan haydalsa kerak. Bobom uni chin yetim bo'lib qolganida o'z yoniga olgandi. Oradan ancha payt o'tgan bo'lishiga qaramay uylanmadi. Xuddi mendek uning ham ko'zlarida jiqqa yoshga to'lgan. Keling oyoqlarining tovoni yorilib ketgandi. Yo'l chetida meni dil cho'kkan holda ko'rgach, "Kichik janob", deb xitob qildi. "Menga kichik janob deba, men hayvonman", deb baqirdim. Boshini qimirlatib, "Imperator bir parcha non uchun tilanchilik qilsa ham, u imperatordir. Pulingiz bo'lmasligi mumkin, lekin siz haliyam kichik janobsiz", dedi. Bu so'zlarni eshitib, biroz avval artgan ko'z yoshlarim yana yoshga to'ldi. Yonimga kelib o'tirdi. Qo'llari bilan ko'zlarini yopib olib, ho'ng yig'lashga tushdi. Men ham unga qo'shilib biroz yig'laganimdan so'ng, "Changin, qo'sh qorayib qoldi, bor endi uyingga", desam, u menga bir muddat tikilib turgandan so'ng asta qadam tashladi. "Boradigan uyim qoldimi?" degani qulog'imga chalindi. Ikkinchi qism tugadi.